Namoz vaqti bo'lgach, payg'ambar alayhissalom odamlarni chaqirdilar. Allohning rasuli shunday deb buyurdilar: aroq ichgan kishi namozga yaqin kelmasin. Bir musulmon o'sha kuni mast holda namozga keldi. Umar roziyallohu anhu yana bir bor qattiq xafa bo'ldilar. Qo'llarini ko'tarib duo qilishdan boshqa hech qanday choralari yo'q edi. Ey Alloh, sharob haqida aniq va qat'iy qoida bergin. Nihoyat quyidagi oyatda uzoq kutilgan buyruq keldi. Ey iymon keltirganlar, albatta xamir, qimor, butlar va fol ochadigan cho'plar iflosdir, shaytonning ishidir. Bas undan chetda bo'ling, shoyatki najot topsangiz. Albatta shayton xamir va qimor tufayli oralaringizga adovat va yomon ko'rishlikni solishni hamda sizlarni Allohning zikridan va namozdan to'sishni xohlaydi. Endi to'xtarsizlar. Bu sharobning harom qilinishining 4-so'nggi bosqichi edi. Endi nima bo'ladi? Payg'ambar alayhissalomning buyruqlari bilan bir jarchi ko'chalar bo'ylab baqirdi. Ey odamlar, quloq soling! Sharob endi harom qilindi! U yerda turgan Anas ibn Malik shunday derdi. Musulmonlar buyruqni eshitgach, darhol uylardagi sharobni olib chiqib, to'kib tashlashdi.